Let's go. Assalomu alaykum hammaga. Hormaylar YouTuberchilar, sizlar charchamayapsizlarmi? Ishlar bilan, o'qishlar bilan charchamay. Bardam baqat yuribsizlarmi? Sizlar bilan yana Ergashevxon xush kelibsizlar mana shu playlistiga. Ishdan keldim hozir. Ishdan kelib qo'limni ham yumasdan, ovqatlanmasdan, vannaga kirib ketmasdan dushga ozgina suv ichib oldim. Keyin kamerani qo'yib, stabilizatorni qo'yib, stol ustiga kamerani qo'yib, endi ozgina trenirovka qilmoqchiman. O'z ishdan o'z yaxshigina trenirovka bo'lib ketdi. Baribir bu boshqa trenirovka, ishga boshqa baribir alohida hozir trenirovka qilish bu ham sog'liqqa ancha foydali yoqmasa ham. Sal tezroq qilishga harakat qilaman. Xo'p, yana oldingi videoga keladigan bo'lsak, obloshkani to'g'rilashim kerak. 14-da qilgan mashqimni, trenirovkamni obloshkada 15-iyun qilib qo'yibman. Ertasiga joylaganman. YouTube'ga xayolda o'sha kechagi yakshanbani sanasini urib yuboribman. Nechun kichkina muammo yo'q, obloshkani to'g'rilayman yoki qolib ketib qoladi, to'g'ri narsalar aytib oldim bilamizsiz. Hop. Bizada menda ozgina yengillik bor. Mana ancha anaqasi chiqib ketgan edi, kiri chiqib ketgan edi. Yaxshigina kiri chiqib ketuvdi. Endi buni gilam qilib qo'yaman-da. Bu gilam o'rnida bo'ladi-da. Tegida gilam o'rnida bo'ladi. Endi yengisini ko'rsataman. Tabriklasanglar bo'ladi. Yengisini sotib oldim. Magazinda edim, mendan nima ketdi dedim, olish kerak dedim. Ancha bo'lib ketuvdi unga. Yengigina. Ranglari o'zgachasidan bu ya. Planka ketadi-yu bugun bunda, planka mashqi. Do'stim, o'rgatish kerak ekanda endi. Nima qilib qo'ysam bo'ladi? Bizga mahorat kitobi yordam beradi. Yanına qo'ysam bo'ladi. Hozirchalik bo'laveradi, ketaveradi deydi. Xullas ketdi. Boshlashim kerak, vaqt kam. Buni bundoq qilib turaveraylik. Tak. Yengillik shu edi. Xullas mashqlarga keladigan bo'lsak, oldingi safar, ya'ni o'tgan kuni ajmanani xullas setini unutib qo'ygan edim. Pashti to'g'ri qilgan ekanman. Bugun hozir videoni yo'qotdim. Bugun ham esdan chiqishiga sal qoldi, setga qarab olishga, ajmani nechta shu setini eslab olishga, qarab olishga sal qoldi. Yaxshi esimga tushib qoldi. Galeriyaga qarasam, kirsam, yo'q, pashti to'g'ri qilman. Masalan, o'tgan kuni shu 14-iyunda birinchi setda 11 ta qilgan edim. 11 ta, 12 ta, 7, 7, oxirida 8 edi. O'zi tegi qanaqa ekan? Boshda 10 ta, keyin 12 ta, keyin 7 ta, 7 ta, oxirida 8 ta, ya 9 ta ekan xullas. Boshidan sal adashtirib olaman, deyman. Oxiriga boshiga qo'yib olaman, ko'paytirib olaman. Pashti to'g'ri qilganman-da. Keyin hozir ko'rib, bilaman deb qo'ydim. O'zim maqtab qo'ydim-da. Xo'p, endi bugungisida 50 ta bo'ladi. 50 ta qanaqa set bo'ladi? Ya'ni 50 tada boshda 10 ta, keyin 12 ta, 10 ta, 12 ta, 8 ta, 8 ta, 12 ta. 10 ga birinchisida 10,
ikkinchisida 12 ga 22 bo'lsa, keyingisida 2 ta 8 bo'lsa, 16 bo'lsa, 22 ga 16, 38, keyin oxirida 12 ta, shu bilan 50 ta bo'ladi. 50 dan 5 ga bo'lib qilaman. Boshlanishidan anjiman endi, yoqmasa ham, qiyin bo'lsa ham. Mana buni oxirgiga olib qo'ymanmi deyman-da hali. Birinchi set anjiman edi. Hop, birinchisi 10 ta. 10 ta. Bir minut dam o'rtada, shu 1 minut ichida 10 ta prisidaniya mashqi ketdi unda. O'zi oyog'im ham charchab ketgan edi ishda. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sal tushayotganda mundoqroq qilib tushishga harakat qilaman. Bitta videoda shunaqa maslahat berdi. Sal ko'tda orqaroqga qilib tushsang yaxshi bo'ladi dedi. Sinab ko'raman shunga. İkinci set 12'te. Let's go. Bunusida prisidaniya qilmayman, ozgina gapiraman. Hop. Nafasni harakat qilaman kontrol qilishga, tushayotganda olib, chiqayotganda chiqazib olishga. Keyin oldingi videodan boshladim. Oldingisida ham aytdim. O'tgan kuni ham aytdim. Ya'ni sekinroq tushib, o'sha 4 sekundroq qolib, Nurja 4 sekunddan qolmayapman, kamroq qolib 3 sekund, 2 sekund qolib tepaga tirs chiqib ketish. Tezlikda. Sekin tushib 4 sekundroq qolib tirs yana tepaga chiqarib olish, reski. O'shanga harakat qilaman. Ajmanada 2 ta set bo'ldi, prisidaniya 10 ta bo'ldi. Ajmanada 3-chi set 8 ta. Bir minut 2 sekunddan bo'ldi dam olish. 2 sekundlari ham bosilib ketib qolibdi, o'shanga yetib qo'yaman.
Yana prisidaniya 10 ta. Oyoqlarim maza qilyapti уже. Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oyog'im tegi uvulyapti. Qazoq yana oyog'im tegi. Prisidaniya 20 ta bo'ldi. To'rtinchi set hajmida 8 ta yana. Oyoq olib qoldi. Oyoq yomon og'riyapti lekin. Yana prisidaniya 10 ta. 2 3 4 5 6 7 8 30 ta bo'ldi prisidaniya. Ajimani oxirgi seti, ya'ni 5-set 12 ta. Nima vaqt bosmoqchiman. 12 tadan ham oshib ketdi menimcha. Xullas nechun 50 ta urildi, Xudoga shukr. Let's go. Tak. Yana prisidaniya 10 ta 4-set. Endi 10 tadan setlaydigan bo'lsak, 4-set. Ket. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oyog'im qirs bo'ldi oxirida. Prisidaniya 40 ta bo'ldi.
Yana 10 ta prisedani oyog'im keng ochgan holatda sakramasdan oddiy. Prisedani ham urildi. Hop, turnik 2 ta set, 3 ta 3 tadan, birinchi set 3 ta. Let's go. Let's go. Birinchi set bitishga qilindi. Ikkinchi set ketdimda 3 ta yana. Eyvallah. Mahmud og'riq berishni boshladi turnikdan keyin. Ko'tarilish yana oyoq. Planka mashqi endi. YouTuberchilar, workoutchilar. Wow, ter badanimda yotgan kelmayapti keyinga. Miyamda keyin ishlasam bo'lmaydi, meni ham bo'ladi degandek. 2 minut 10 sekund. Pochinni olamiz. Hali bosganim yo'q. Ket. Trenovadan keyin kitob ham o'qib olaman desam. Agoy zo'r turibdi-da, kitobga ham shuncha yo'l qo'yman, mahorat deb turibdi. Robert Greene. Buni davom ettirish kerak, bu ham zo'r ketyapti. To'xtatib qo'ydim kitobni ham. Bir minut 20 sekund. Wow. Also enjoy the pain bo'ladi, enjoy pain bo'ladi, enjoy the pain bo'ladi hozir. Azobdan rohatlanish boshlanyapti уже. Tanam sekin uvilyapti. Bir minut birovni. Elli sekund. Sekund.
sekund. 10 sekund. Easy. O'rgandim уже 10 sekundida уже. Bemalol. Wow. Вообще tezlab ketdim. Zaxirlamoqman. Уже ishda ozgina charchuv. Bugun ishda moralniy mindset ichkari bilan psixologik charchamadim bugun ozgina jismoniy, lekin Xudoga shukr yaxshi o'tdi ish. Eng qiziq 3 soat, 3,5 soat uxlaganman. Bitta men esimga tushib ketdi, hozir shu gapga aytib. Qaysidir kinoni ko'rsatganda, xullas 3 soat uxlaganimda deyapti, ikkita tepada rasm, pastda rasm, menda shunaqa bo'ladi, har xil memlar bo'ladi. Tepasida 3 soat uxlaganida ishga ketish, ishda ishlashni, ya'ni chiroyli kostyum, cho'tki kiyib, energiya yetishlaydi. 3 soat uxlagan bo'lsa ham, pastda 8 soat uxlaganda bashara oqib qolgan. Ular shu menda o'zim qo'ygandek bo'laman-da hozir. 8 soat uxlagandek bugun yaxshi ish bo'ldi-da, eng qizig'i. Hozir plank emas, yana bryuska o'taman. 2 ta set bryus, 5 ta 5 tadan, bitta set 5 ta 5 tadan. 5 ta 5 tadan qilib bo'lgandan keyin yana bitta plank 2 minutdan tanani azoblaymiz. Birinchi set unda bryusta 5 ta ketdi. Уже xo'rib ketib qoldi. 5 ta bryus. Уже qo'llarim yoqmayapti-yu. İşte bo'ldi. Bunda ham уже sekin tushib, tez chiqishga harakat qilaman, jivanaga o'xshab. Sal qiyin ketyapti. Amallasa bo'ladi. İkinci set yana 5 ta. Xudoga shukr, 5 ta bo'ldi. Hozir tanani chiniqtiramiz yana, terlatib. Ketdi vaqt cho'zilgan. Bryus 2 minut 10 sekund. Let's go.
Hozircha hech nima bilinmayapti. Hech nima bilinmayapti. Odatiy. Endi 20 sekund o'tibdi. Endi уже titrayapman, уже yoqmayapti уже. Уже 1 minutu 20 sekund, 1 minutu. Hali 1 minutdan keyin ham kelmadi. Bir minut. Kırk sekund. I can do it. I can do it. Enjoy the pain. 20 sekund. On sekund. Wow, Xudoga shukr. Realni 1 minut 20 sekunddan уже boshlandi. Уже 1 minut qoldi deganim o'zida tana уже to'xtaydigan holatda edi уже. Wow, butun suv oqyapti-yu tanamni. Xudoga shukr. Wow. Realni ishdan kelganga ham o'xshamayapman, to'g'risi bor. Ishdan umuman kelganga ham o'xshamayapman. Вообще. Так. Brüsselman. Pressunda. Pressni boshlayman. Qo'lni cho'zgan holatda 15 tadan bugun 15 tadan qilamiz har bittasini. Ket. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Tak, endi yana 15 ta. Tak, mana endi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12, 13, 14, 15. 15tadan bekor etdim, 15ta ham qiyin bo'ladi yaxshigina. Tak. Endi вообще уже nima bo'lyapti davomli. 15 ta yana manaqasiga 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15. O'zim ham aqroq qilish kerak edi, men bundoq qilib tashladimmi? Boshqatdan shu. Da, boshqatdan ko'ngil to'lmadi menga. Ketdi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Endi sal yoqdi o'zimga. Qornim ham og'ridi yaxshigina. Tak. Endi 15 ta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Endi ketdi yana 15 ta manaqasini qilamiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Вообще test qilaman deganimda cho'zilib ketdi silishdim. Kardio mashqlar belgi. Manda yaxshigina chiqmayapti deb o'ylayman. Videoda qilishayotganlarda yaxshigina tekis turadi. Tanasi. Yo, manda sekin-sekin qilib chiqadi. Wow. Maza bo'ldi. YouTuberchilar, menda bugun shunaqa gaplar, qo'ldan kelgan tishdan kelib ozgina sog'lig'iga yana e'tibor berishga harakat qildim. Xudoga shukr, xursandman, Xudoning fazli marhamati bilan ishdan kelib, yoqmasa ham qilishga nasib qildi. Uni ustiga qo'shimchasiga videoga olishga ham nasib qildi, Xudoga shukr. Bu Xudoning fazli marhamati bilan.
chiroyli gapirishda emas. Tegi Xudo nasib qildiki bo'ldi. Uncha uspешный emasman, uddaburon emasman, harakatchi emasman, shustr emasman. Chunki o'xshab qolsa odam o'ziga doveriyasi oshib ketib qoladi-da. O'zi men shunaqaman, o'zi boshqachaman, shustriyman deb qoladi-da odam. Aldanib qolish kerak emas, menimcha. Lekin ko'p aldanganman bunaqa narsaga. Ikkita o'xshatib qo'yganimda kichkina narsalarni ham voy deb ekan. O'zi men yoshlikdan shunaqa edim deydi boshindalik. O'shanga hozir o'shanga yetolmay Xudoning fazli marhamati bilan o'xshab qoldi. 16-iyunda ishdan kelib soat 9 dan oshib qoldi menimcha. Kechki soat 9dan. Endi Xudo xohlasa cho'milishga kirib ketishim kerak, suv dushga. Lekin eng qizig'i vannani sevdi kuyganman, adashmasam uni almashtirish kerak, qop-qorong'i. Videoni endi menimcha spichkani yoqib olamanmi? Qilib ko'rish kerak. Chunki hali beri to'g'rilamasam kerak, chunki ish bor, ish bilan zaynitman, hozir amallab turaman spichkani yoqib. Menimcha oddiy qiladi, e'tibor bersam kerak uje. Vannani sevdiga. Yana bilmadim, balki undan oxiri e'tibor berib qolarman, balki o'zi uni suv dushdan yana aytib o'taman bu gaplarni. Birsidira endi. Hozir kelib qoldi o'shanga e'tibordim. Xullas, bugun menda shunaqa gaplar sizlar bilan endi Yashurxon bo'ldi. Mashq, ya'ni o'sha razminka playlistida yana yaxshi kunda gaplashguncha, ko'rishguncha o'zinglarni asranglar. Omonat sizlar.